Respublika dermatovenerologiya va kosmetologiya markazimizda chet el fuqarolariga ham professional tarzda xizmatlar ko'rsatib kelmoqdamiz va shu o'rinda Jahongir aka sizga savol bermoqchiman. Chet el fuqarolariga qanaqa xizmat turlarimiz bor va qanday xizmat ko'rsatamiz o'zi? Chet el fuqarolarini markazimizda tibbiy yordam olish uchun barcha sharoitlar yaratib qo'yilgan. Eng avvalambor ularga qulaylik bo'lish maqsadida bizada tibbiyot menejerlari olingan. Ular shu fuqarolarni qaysi chet el davlatiga qarab turib, ya'ni rus, qozoq, qirg'iz, tojik tillarida bemalol muloqot qila oladi. Ularni eshuvni tegidan kutib, to oxirgi davolanish tugashi kunigacha yonida yurib xizmat ko'rsatib yurishadi. Ya'ni bularga karta ochishga yordam berishadi, to'lovlarni amalga oshirishga yordam berishadi. Undan tashqari shifokorning oldiga kirib, shifokor bilan bo'layotgan muloqot davomida ko'mak berib turib, tushunmagan savollarini tushuntirib berishga harakat qilishadi va markazda paydo bo'lgan har qanday muammoni yechimini topib, ko'mak berishga yordam berishadi. Shu o'rinda bizni kuzatayotganlar orasida Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston shahrida qarindoshlaringiz yashaydi va ularni O'zbekistonga olib kelib davolatmoqchisiz. Marhamat, markazimiz eshiklari siz uchun ochiq, chunki bizni barcha tilda gaplashadigan mutaxassislarimiz bor va sizga kerakli bo'lgan barcha davo choralarini qo'llaymiz. Yana shuni ta'kidlab o'tish joizki, biz chet el fuqarolari bilan ular o'zini o'yida bo'lgan davridan boshlab muloqotni boshlaymiz. Bizda professional call center mavjud bo'lib, ular shu bemorlarning tilida bemalol muloqot qilib, ularga to'liq ma'lumot berishi mumkin bo'ladi va ular markazga kelayotganda biz ularni kutib olishga ko'mak beramiz va kutib olamiz.